Bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan texnikalarimiz ko'plikda gapiramiz, sabab bugun 3 ta sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan texnikalarimiz. Incheon, Janubiy Koreyadamiz. Bugun O'zbekistonga jo'natmalarimiz bor logistikamizdan. Demak, birinchi texnika 12800 soat ishlagan Volvo 140 talik, xudo xolasa Samarqandga qarab yo'l olyapti. Komplektida 360 adapteri, qisqicha, shuningdek adapterlari qo'shimcha 3 ta ekan va mana zanjirlari bilan chiroyli bog'lab qo'yilgan va 2024-yil 3500 soat ishlagan 155 talik. Bu ham Hyundai kompaniyasidan O'zbekistonga xudo xolasa balonlarini qaranglar, yangi Hankook kompaniyasidan qadab qo'yishibdi. Juda ham zo'r. JK modelidan, demak, qisqicha doimgidek 360 adapteri, bitta обычный o'zining katta kovushi hamda transit kovushlari bilan komplekt holatda ketyapti. Egalariga Volvo'ni ham, buni ham egalariga Alloh barakasini bersin. Sizlarga ham shunaqa texnikalar olish nasib qilsin. Demak, 3-texnikamiz xudo xolasa bu ham Hyundai kompaniyasidan 155 talik. 2022-yil 7000 soat ishlagan. Oldidagi 4 ta balonni almashtirishdi. Eng original balonlarga bu ham mana Hankook ekan. Orqadagi balonlar yaxshi bo'lganligi uchun tegishmabdi. Demak, komplektida nimalari bor? Bitta katta обычный kovushi mana o'zini ko'ryapmiz, hamda bitta transit kovushi, 360 adapteri va qisqicha. Demak, bu komplektlarni xudo xolasa bugun sanamiz 13-avgust 2026-yil Incheon portidan chiqarib yuboryapmiz. Arti Holdings kompaniyasi sizga yetkazib berish, sotib olib berish ishlarini, xizmatlarini taklif etadi. Bemalol bizga aloqaga chiqsangiz bo'ladi.